Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men Jumayeva Zohida Muhammadjonovna, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi. Xorijda boshlang'ich ta'lim va yangi davr darsliklari fanidan 3-sinf yangi davr darsliklari mazmun mohiyati bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Yangi davr darsliklarining asosiy xususiyatlari bizga ma'lumki, 4 ga moduli asosida ishlab chiqilgan. Darslikning metodologiyasi tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning fikrlashiga tanqidiy munosabat bildirish. Kreativlik demak ijodkorlik, yaratuvchanlik, asosan ona tili, o'qish, tabiiy fan, matematika fanlarida asosan loyiha ishi topshiriqlari berilgan. Bularning barchasi o'quvchilarning kreativ yondashuv, ya'ni ijodkorligini, qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kommunikativlik bizga ma'lumki, bu aloqadorlik. Asosan bolalar jamoada o'quvchilar bilan, ustozlar bilan, tashqi olam bilan hamkorlikda muloqotga kirisha olishi. Hamda kollaboratsiya, asosan bu jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Bizga ma'lumki, yangi davr darsliklarida ko'pgina loyihalar, topshiriqlar, ko'rkotli topshiriqlarning barchasi ko'proq qismi jamoada birgalikda ishlash bo'yicha berilgan. Asosan bu kollaboratsiyada jamoada ishlash orqali o'z fikrini o'zgalarga yetkazib berish, o'zgalarning fikrini hurmat qilish hamda o'zining fikrini o'zgalarga yetkazib berish qobiliyatlari shakllanadi. Integratsiyalashgan yondashuv. Fanlar bir-biri bilan bog'langan holatda berilgan bo'lib, o'quvchi olgan bilimini amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Asosan darsliklarimizdagi mavzular spiralsimon, ya'ni soddadan murakkabga qarab tuzilgan. Milliy o'quv dasturi doirasida quyidagi asosiy fan darsliklari yangilangan. Demak, ona tili va o'qish savodxonligi, matn ustida ishlash va nutq o'stirishga yo'naltirilgan. Matematika, mantiqiy misollar, hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar jamlangan. Demak, tabiiy fanlar atrof muhit va tabiatni tajribalar orqali o'rganish imkoniyatini beradi. Informatika va axborot texnologiyalari, demak, raqamli savodxonlikning ilk bosqichlari o'rgatiladi. Ingliz tili asosan boshqa chet tillarini o'rganish hamda xalqaro nashrlar asosida darsliklar ishlab chiqilgan. Tarbiyaviy fanlar, misol uchun